So'rdi bu qanaqa yig'iladi deganda, mana ko'rishingiz mumkin. Bitta yechayka mana ko'rinishda bo'ladi. Yana bu yerda papkasi bor, mamkasi bor. Mana hozir bu yerda mana ikkita tomonda mamka turibdi bizda. Bu yerda papkasi turibdi. Shu bir-biriga kiyg'iziladi. Bitta sehrli qalpoqcha bilan urilsa bo'ldi, tayyor. Mana yarmi yig' bo'ldi. Xudo xolisa 1.65 ga bu 1.20 kovrik bo'lyapti. Soyirada turib. Hozir oxirida ramkalarni burchalarni qo'yamiz. Faqat chiroyli katta narsa chiqadi. Yig' bo'ldi. Kovrikka faqat katta chiqdi. Bu kovrik 1.65 ga 1.20 bo'ldi. Hozir chetga ramkalarni qo'yib chiqamiz mana. Bu burchada turibdi ramkasi. Mana shunaqa ramkadan gir aylantirib qo'yib chiqamiz. Bu 1.65 ga 1.20 lik bo'ldi. Mana burchalari, podyumlari, shotkasi. Kimga shunaqa kovriklar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqinglar. Eslatib o'tamiz, bitta ham yechaykasiga yuradi narx-navo. Mana shu yechaykasi o'zi 25 ming so'm turadi. Shuni metraj komplektida mana bu burchalar ham kirib ketadi. Ya'ni nechiga bo'lishi qat'iy nazar 25 mingdan mana bu yechayka hisob qilinadi burchalar ichida. Mana oxirgi rezultat ko'rishingiz mumkin. Mana eshik tagiga tushdi bu. Kakkas kattagina bo'lyapti. Kovrik joyiga tushdi. Bundan oldingi holatini ko'rdinglar, hozir endi bu holati mana qanaqa akkuratni turibdi. Kimga shunaqa kovriklar kerak bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, qo'ldan kelgancha qilib beramiz.